man bilasizmi, kichkinaligimdan odamlarni chiroyli qilishni yaxshi ko'rardim. Sabab shundaki, oldin men shunaqa deb o'ylayman, o'ziga qaraydigan odamlar yo'q edi. Tushunasizmi? Men qanaqadir hammadan ajralardim. Maktabga ham yurganimda boshlarimga qanaqadir bandli qilib yurardim, boshqacha formalarda bo'lardim. İnsanlar endi shunaqa kiyinishni boshlashgan. Men har doim o'sha insonlarga yetardim. Buni bunga to'g'ri kelmaydi, buni bu rangga, buni bunga. O'sha paytda menda estetika juda ham kuchli edi. O'zbekistonda men shunaqa deb o'ylayman, o'sha paytda mendek hech kim kiyinmasdi. Hozir hamma tiqilib ketgan. Hozir возможность bor. Internet, odamlar o'zi o'zini ustida ishlaydi, tushunasizmi? Menga yoqadi odamlarni chiroyli qilib ketish. Mana o'zingiz o'ylang, meni yonimga insonlar kiradi, yuzi osilgan, qarigan, stressda, eri tashlab ketgan. Meni yonimga kirib kelishyapti, men ularning yuzini to'g'rilayapman, 10-15 yosh yosharyapman. Ular bilan yana psixologik yo'nalishli beryapman. Ular meni duo qiladi. Bilasizmi, bu qanaqa energiya kuchli. Men insonlarga yaxshilik qilaman. O'sha uchun menga yoqadi shu ish.